Diqqat, xonanda Kaniza raqs videosi orqali muhokamalar markaziga tushdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Shu biznes olamidagi eng qaynoq xabarlardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. So'nggi kunlarda mashhur o'zbek xonandasi Kaniza ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor diqqat markaziga tushdi. San'atkor Instagram sahifasida joylagan raqs videosi turli fikr va bahslarga sabab bo'ldi. Videoda xonanda sharqona uslubda raqsga tushgan bo'lib, u qora tanani yaqin qamrab turuvchi libosda namoyon bo'ldi. Bel qismidagi yaltiroq aksessuar uning harakatlarini yanada jozibador va aniq ko'rsatib bergan. Qisqa vaqt ichida video keng tarqalib, minglab izohlar yig'di. Foydalanuvchilarning munosabati esa turlicha bo'ldi. Ayrimlar bu chiqishni ortiqcha ochiq va milliy qadriyatlarga mos kelmaydi deb baholadi. Ular san'atkordan bunday kontentda ehtiyotkor bo'lishni so'rashdi. Boshqa bir guruh esa aksincha Kanizaning ijodiy yondashuvini qo'llab-quvvatlab, uning raqs mahorati va sahnaviy obrazini yuqori baholashdi. Ularning fikricha, san'atda erkinlik va yangi uslublarni sinab ko'rish tabiiy holatdir. Bu holat yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda san'at, shaxsiy uslub va jamoatchilik qarashlari o'rtasida nozik muvozanat masalasini kun tartibiga olib chiqdi.